Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Bugun Jizzax Mirzacho'l Gagarindan Sardor polvonimiz kelganlar. Xudo xolasa o'zlarining omadlarini sinab ko'radilar biz oktagonda. Usta Nizomiddindan bir martalik bepul yuz tozalab qo'yish xizmati bo'ladi. Chiroyli bola bo'lib yurasizlar bo'lgan ishi. Yangi Zibo 14-qatordan AirPods berganlar Zohidjon aka. Boringizga shukr akajonim. Handekor Jizzax bo'ladi, bilganlar biladi, bilmaganlar Armonda o'tadi. 1 million 200 ming, 2 million 300 ming so'mcha 20 berganlar. Hamda Carwash Express bo'ladi. Buni avtotransport vositasini haydaydigan hamma akalarimiz, opalarimiz yaxshi biladi. Bir martalik avtomobillarni yuvish xizmati. Agar Sardor polvonimiz g'olib bo'lsalar, turizm uchun pul mukofotini qo'lga kiritadilar. Agar rekord yangilasalar, $100 pul mukofoti bor. 3 2 1 let's go akalarimiz, o'yinimiz boshlandi. Ha o'tam. Nima bo'ladi? Bo'zi aka, g'olib bo'ling. Bu bittasini siz bittasini. 1 2 3 aka. Bu videoni Gagarinlik yuragida o'tib bor 2001-yil yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Sardor. Gap bo'lishinglar Jizzaxdan, Mirzacho'ldan, Gagarindan Sardor polvon g'olibimiz bo'ldi. Jizzax to'rtta markazini bitta g'olibi. Aka tabriklayman. Aziz yurtdoshlarimiz, Sardor polvonimiz Gagarindan, Mirzacho'ldan kelganlar. Xudo xolasa g'olibimizga aylandilar. Haftalash marosimi o'tkazibdi. Men 23 ta qo'limizda voucher akajonim tabriklayman. Hamda aytilganda 500 ming pul mukofoti akajonim tabriklayman. Yana bir marta Jizzax Somsa markazida polvoni bo'ladilar. Mirzacho'l Gagarinlik akalarimiz, opalarimizga nima maslahat berasiz? Yesinlar, Somsa zo'r, Somsadan tamiga gap yo'q. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Biz oktagonda hammani kutib qolamiz. Yaqinroq kelamiz.